bitta sevishgan. Sevishdi. Anga uylandi endi. Endi qara. Yigitni xayolida meni jonim bu meni hayotim mazmuni. Bu meni to'ydan oldin juda ham qattiq sevgan. To'ydan keyin ham meni bor yo'g'imga chidaydi. Chiroyimga non botirib yeydi bu deganini qara. Endi qiz ham xuddi shunaqa o'ylaydi. Meni juda ham qattiq sevganlar. To'ydan keyin ham xuddi shunaqa sevadilar. Menga gard yuqtirmaydilar. Menga ish qildirmaydilar-da. Faqat meni servantni ustiga qo'yib, aytgan narsamni olib berib, lo'q bo'lib yashaydi deb o'ylaganini qara bu jinnini. Unaqa bo'lmaydi qizim. Itingni chiqazadi bolam, itingni chiqazadi. Polni mana shundoq arturasan, toki deb yalab toza qilma, chista qilmaguninggacha qo'ymaydi qizim. Endi sani o'g'lim. Agar shuni aytgan bitta dona ko'ynagini olib bermagin, ona sutini og'zingdan chiqazib, sen uni oppoqona farishta onangga borib nima degansan shu qiz haqida ayt. Ona, bir farishtadek qizni sevib qoldim. Jonimni bersam arziydi, ishonasizmi? Xuddi sizga o'xshaydi, xuddi sizga o'shaning uchun sevdim shuni deganini qara. Ana shu onangga o'xshagan qizga bitta dona ko'ynak aytganini olib bermagin, og'zi burningdan qoning keltiradi o'g'lim sani. Endi erkaklarning yana bitta fikrlash anaqasi bor. Nima kerak senga? Qorning to'q, usting butun deganini qara. O'zi xotinini ustiga polnisiga ota-onasini qaynotasi olib beradi, обеспечить qiladi boya kelinni. Hech narsa olib bermaydi boyagi er o'lgur. Nima ekan? Qorning to'q, usting butun. Nima qilishim kerak men senga yana er bo'lib deganini qara. Bu faqat hayot anidan iborat deb o'ylagani qara. Buni boq desa, nima? Sabr deb 80 ga kirgizib qo'ygani qara qizni. Yoshligini yeganini qara. Unaqa qilma o'g'lim.